Arafotda ma'nosini anglab olishimiz kerak. Tushunishimiz kerak. Nimani anglatadi? Mana undan keyingi bosqichga o'tamiz. Arafot degani bu otamiz Odam alayhissalom hozirgi Bangladesh, Hindiston taxminan mana shu joylarga tushgan. Jannatdan qolgandan. Va onamiz Havo mana bu nima? Makkadan 90 kilometr uzoqlikdagi Jidda shahriga tushgan. Va Odam alayhissalom va momo onamiz mana shu joyda qaranglar. Bu devani ko'rdilaringmi? Taxminan mana shu joyda 200 yil, 300 yil davomida shu yerda ko'rishgan. 200 yil, 300 yildan keyin mana shu joyda nima? Ko'rishgan. Va mana shu joyda Arafot deb nomlangan mana shuning uchun. Va yana bir boshqa qavullarda keltiriladiki, Alloh taoloda nima? Eng buyuk farishtasi Jabroil alayhissalom Ibrohim alayhissalomga haj amallarida nima? Arafotda turishlikni yurganligi uchun ham Arafot deyiladi. Buni nima ekan? Ikkita ta'bir bor ekan. Biri Odam alayhissalom va momo Havo onamiz 300 yil davomidan so'ng mana shu joyda turishgan. Va ikkinchi qavulda esa Jibril alayhissalom